nima ekan? A ekan. Ya'ni so'zlab berilgan A ekan. Ikkinchi tovush nima ekan? O ekan. O. O emas, A emas, o'rtasi H ekan. Uchinchi tovush nima ekan? A. Eg'iz ikki tarafga ochilib, tiz olingan A ekan. Lekin A dek kuchli kelyapmiz, sal tuvanlashtirib A. A. Anandan keyin keyingi tovush nima ekan? I ekan. So'zlagan I ekan. Usti chekitibani qanaqa qilamiz dedik? So'zimiz dedik. I, ha? I. Anandan keyin nima ekan? E ekan. E. E'tiki E ekan, lekin Uyg'ur tilidagi e'tiki E qirgan chaqda naytdi tez ham tuvara qolgan sizlar. E. Ha? E. Andan keyin nima ekan? Ko'tarangi so'zlab berilgan A ekan. A. Buni qancha yuqori olsangiz shuncha yaxshi ekan. A. Andan keyin nima ekan? A ekan. A. Uyg'ur tiliga A bilan o'xshash ekan, lekin tiz oldi ekansizlar. Andan keyin nima ekan? Ekan. Ha? Ya'ni bir qilimiz bir narsa turib qolgan chaqda deganniki ekan. Andan keyin nima ekan? O. Ha? O. Ya'ni bu u emas ekan. Ha? U emas ekan. O. Andan keyin nima ekan? Ya'ni uchga o'xshash yezilg'ini ekan. Ha? Ha? Eng aqlisi qaysi tovush ekan? Uyg'ur tilidagi u ekan. Buni so'zlaymiz. Uyg'ur tilidagi u bilan hech qanday farqi yo'q ekan. U, ha? Hammasini bir o'qib olsak, A, O, A, I, E, A, U, U, U.